Allah Teala bergen nimetler, meyli mal dünya olsun, mensep olsun, rızık olsun, şöhret olsun. Muşu nesler karta insanın tunuşu doğru bulmağa vaxtıda qanda işler yüz bürüdü. Doğru bulmağa vaxtıda qanda işler yüz bürüdü. Allah subhanahu wa ta'ala bu sürüde bizge bunun xabar verdi. Ma hayatda kafirlar, zalimlar, tecavüzler qanchalik kuchlanib ketsin, texnik jihatda, iqtisodiy jihatda qanchalik kuchlanib ketsin, ular haddidan oshadi ekan, zulmdan yanmaydi ekan. Allah subhanahu wa ta'ala ularni oddiy sabablar bilan halok qiladi. Xuddi bu oyatlar bir insonniki moddiy dunyoga pulga bo'lgan chuqinish bilan uning qalbida paydo bo'lgan ochko'zlik, bexillik o'xshash kasalning nihoyat muhim munosabatini bizga yechib beradi. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu qardaşlar. Biz bugün Allah'ın rahmeti ve fazlan Kur'an-ı Kerim'deki ahirki kısık sürülerden Vel Fecr sürüsünü okuyumuz. Bu Vel Fecr sürüsü neme hakkı toxtuldu desanlar? Vel Fecr sürüsününki 5'ideki 5 ayet 5 xil şeyi, 5 xil hadis hakkında qasam bilan başlandı. Ve şundaqla bu qasamlarda aqlını işlatadigan, tefekkür qiladigan kişiler üçün nihayet bir muhim meseleler var. Biz onu tövende sözleyimiz. Andikin Allah subhanahu wa ta'ala bu sürüde ilgir tarixdan süpürülüp ketken nihayet güçlük, zalim, mutakabbir qavmlarninki tarixini bizga eslitish orqali zalimlar qanchalik kuchlanib ketsin, Allohning qudrati oldida ular nihoyat ojiz degandan iborat bu signalni beradi. Bu signal zalimlarga nisbatan bir ogohlantirish bo'lsa, bizga o'xshash o'zi ojiz, dushmani kuchlik musulmonlarga nisbatan bir umid bo'ladi. Ondan Allah subhanahu wa ta'ala bu surada insonninki Alloh taolo bergan ne'matlar, mayli u mol dunyo bo'lsin, mansab bo'lsin, rızık olsun, şöhret olsun. Muşu nesler karta insanın tunuşu doğru bulmağa vaxtıda qanda işler yüz bürüdü. Doğru bulmağa vaxtıda qanda işler yüz bürüdü. Allah subhanahu wa ta'ala bu sürüde bizge bunun xabar berdi. Başındakla Allah subhanahu wa ta'ala bu sürüde ahirde bolsa, ma hayatta Allah subhanahu wa ta'ala razı bulduğun şekilde yaşayan kişilerninki Allah subhanahu wa ta'ala'nın ulanı razı kıldığından ibaret büyük mukafatını xabar berip ahirleştirdi. Xoş, onda olsa biz aldıdan sürünü okuyla andın kin ayet tefsir etmemiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Vel fecri. Sübhi bilan qasam. Yani keçinin ketib tang atqan sübhi bilan qasam. Ve layalin ashri 10 kechi bilan qasam. Yani Zulhajninki dastlabki 10 kechisi bilan qasam. Ve şef'i vel vatri jüp ve taq bilan qasam. Vel leyli iza yasri ütüp ketayotgan kechi bilan qasam. Hal fi zalika qasamul lizi hijri. Aql egisiga buningda qanotlarlik qasamlar bor. Yani yuqorqi 5 qasamda aql egisi o'ylab baqadigan bo'lsa, tafakkur qilib baqadigan bo'lsa, ajoyib bir oyatlar bor, ishoratlar bor. Uni umidlantiradigan nurg'ulgan nurluq chiroqlar bor. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Parvardigoringning Robbingninki kuchlik ot iramni qandoq jazolaganligini, qandoq qilganligini ko'midingmi? Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ularninki o'xshi boshqa yerda, boshqa shaharda yaratilmagan edi. Ana shundaq darajada kuchlik edi. Wa thamud allazina jabu as-sahra bil wad. Shuningdek Wadil qurada tashlar kesip öylerini sağan, binalarını sağan Samudni Allah'nınki qandoq qilganligini ko'midingmi? Va fir'auna zil avtad. Shuningdek qo'ziqlar egisi bo'lgan. Yani zor qo'shini bo'lgan, askari bo'lgan, kishilarni qo'ziqqa bog'lab jazolaydigan kuchi bo'lgan Fir'avnning qandoq ahvolga qolganligini, Allohning qandoq jazolaganligini ko'midingmi? Allazina taghaw fil bilad. Ular ziminda haddidan oshgan. Fa aktharu fiha al-fasad. Ular yer yuzida buzg'unchilikni ko'p qilib edi. Fasabba alayhim robbuka sawta azab. Robbingiz ularning ustiga azob qamchisini yog'dirdi. Inna robbaka labil mirsad. Shak shubhisizki sizning Robbingiz kuzatib turg'uchidir. Fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu va na'amahu fa yaqulu robbi akraman. İnsan Robbi uni imtihon qilib, sinab, aziz qilsa, hurmatli qilsa va na'amahu onunğa ni'mat ata qilsa, u Robbim meni aziz qildi deydi. Yani men tanlangan, men hurmatlik bo'lg'achqa Robbim meni mana shundoq aziz qildi deydi. Va amma iza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu robbi ahanan. Robbi insonni sinab rizqini tar qilsa, u Robbim meni xor qildi deydi. Kella, undaq emas. Sizlarning o'ylaganinglardek emas. Balla tukrimunal yatim. Sizlar yetimni hurmat qilmaysizlar. Va la tahadduna ala ta'amil miskin. Bir-biringlarni miskinga osh tomoq berishga targ'ib qilmaysizlar. Va ta'kuluna at-turas aklan lamma. Sizlar mirosni halol harom ayirmay hadab yeysizlar. Va tuhibbunal mala hubban jamma. Sizlar molni hirislik bilan, to'ymaslik bilan do'st tutsizlar. Yani qalbinglardan do'st tutsizlar. Kalla iza dukkatil ardu dakka. Buningdan yaninglar. Unda qilmanglar. Iza dukkatil ardu dakka. Zemin orqa tarvitilgan chaqda. Vaja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Parvardigoring kelgan va farishtalar sap-sap bo'lib kelgan chaqda. Vaji'a yawma idin bi jahannam. Jahannam keltirilgan chaqda. Yawma idin yatazakkarul insanu va anna lahu zikra. Shu kunda inson aslaydi. Va anna lahu zikra. Uning aslagan nimaga foydasi bo'lsin? Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Bu inson aytadiki, kashki men hayot vaqtimda hayotim uchun yaxshilarni qilib olsam bo'pti ekan. Fa yawma idhil la yu'azzibu azabahu ahad. U kunda hech kim Alloh jazolagandek jazolanmaydi. Va la yuthiqu wathaqahu ahad. Hech kim Alloh bog'lagandek bog'lanmaydi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Aram tapquchi can. İrci'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Sen Parvardigoringdan rozi bo'lgan, Parvardigoring sendan rozi bo'lgan holda uning dargohiga qaytgin. Fadkhuli fi ibadi. Sen mening alohida xususiy bandalarim qatoriga qo'shilgin. Vadkhuli jannati va mening jannatimga kirgin. Xo'sh, qarab qolgan bo'lsak, surada bir qancha voqealik, bir qancha mazmun tilg'anadi. Lekin bu surada tilg'angan mazmunlar, hatto beshiga qasam, hammasiniki bir-biri bilan zich munosabati. Qanday munosabati? Biz buni tuvanda oyat muqo vaqtimizda texim yaxshi tushunamiz. Xo'sh, unda bo'lsa biz surani oyat-oyat tushunishga tirishimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qarab qolgan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bu suradagi birinchi oyatda nima bilan qasam qildi? Val fajr, subhi bilan qasam qildi. Subhi degan qanday vaqt? Kechining ketgan vaqti. Xuddi Alloh subhanahu va taolo qorong'u kechining oxirlashi tong nuri yo'qligining kelganiga bishorat bergandek, ey ojiz musulmonlar, ey mazlum musulmonlar, zulmni chuqum oxirlashidu deganga ishorat qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni odatda kecha zulmga simbol qilinadi. Tong bo'lsa zulmning oxirlashi, ilohiy adolatninki tajalli bo'ladigan vaqtiga ishorat qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo subhi bilan qasam deyish orqali bizlarga Alloh subhanahu va taolo umid beryapti. Tong chuqum keladi, subhi chuqum keladi, kecha chuqum oxirlashidi deb Alloh subhanahu va taolo subhi bilan qasam qiladi. Ondan Alloh subhanahu va taolo ikkinchi oyatda va layalin ashri 10 kecha bilan qasam deb qasam
qildi. Bu 10 kechini olimlarniki ko'p sonliqi Zulhajj oyininki oldingi 10 kechisi deb qaraydi. Ya'ni Zulhajj oyining oldingi 10 kuni, ya'ni Qurbon hayitidan ilgirki 10 kun intayin ulug' bir kunlar. Unda amal ibodat qilish, ro'za tutish, Qur'on o'qish, bütün amal ibodatlar hassilab savob beriladigan bir kunlar. Bu haqda Imom Buxoriy naql qilgan hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Alloh subhanahu va taologa Zulhajj oyininki dastlabki 10 kunlarida, ya'ni Qurbon hayitidan ilgirki 10 kunlarda qilgan amallarni Allohga suyimlik bo'lgan bir amal yo'q dedi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, Alloh yo'lida qilgan jihadmi? Bu kunda qilgan ibodatlarga teng kelmamdi?" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir odam jeni va men atab chiqib, undan hech narsa qaytmay shaklda mushundaq jihad qilgan bo'lsa, ondan keyin bu yuqori bo'ladi. Undaq bo'lmaydi ekan, yana teng kelmaydi dedi. Demak, Alloh subhanahu va taolo zulmning oxirlashganligini bildiradigan tong bilan qasam qilgandan keyin valayalin ashri deb ibodatlar eng ulug' hisoblanadigan, afzal hisoblanadigan kunlar bilan qasam qildi. Nima uchun? Tongning kelishi uchun biz ibodatda mustahkam turishimiz kerak. Ibodatni ko'p qilishimiz kerak deganga ishorat qilgan bo'lishi mumkin. Vallohu a'lam. 3-oyatda Alloh subhanahu va taolo va shaf'i val vatr. Jub bilan qasam va taq bilan qasam dedi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni jubdan bo'lgan maqsad nima desanglar? Alloh subhanahu va taolodan boshqa har bir mavjudotlar, har bir jonliqlar u jub. Shu maqsad qilinadi. Taqdan bo'lgan maqsad Alloh subhanahu va taolo. Koinotda Alloh taq, undan boshqa har qanday bir narsaniki jubdi bor. Alloh subhanahu va taolo bu orqali koinotdagi bütün narsalarning ana shundaq jub, intizom bilan yaratilganligiga bizni ishorat qilgan bo'lishi, bizni tafakkur qilishga undagan bo'lishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo eng to'g'risini bilguvchi. 4-oyatda bo'lsa Alloh subhanahu va taolo val layli iza yasri, o'tayotgan kecha bilan qasam deb bizga yana umid beradi. Kecha o'tib ketadi. Bu zulm, bu qorong'u kunlar chuqur o'tib ketadi deganga ishorat qilishni Alloh subhanahu va taolo o'tayotgan kecha bilan qasam deydi. Ya'ni qor kunlar chuqur o'tib ketadi. 5-oyatda Alloh subhanahu va taolo hal fi zalika qasamul lizi hijri bulada. Yuqorgi qasam qilingan shaylarda, hodisalarda aql egisini qanoatlantirgudek qasamlar bor. Ya'ni mush qasamlarning hammasini o'ylab baqadigan bo'lsak, aql egasi uchun nurg'un ishoratlar bor. Biz o'ylayolganimizcha, tafakkur qilayolganimizcha ma'lum ma'nolarni oldik. Shunga o'xshagan buning ichida nurg'unlagan ma'nolar bor, deydi Alloh subhanahu va taolo. Andikin Allah subhanahu wa ta'ala alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad. Sen Rabbiningki Ad Iramni qandaq jazolaganligini, qandaq qilganligini ko'midingmi deydi. Allah subhanahu wa ta'ala subihi bilan, ya'ni adolat bilan, zulmning oxirlashganligi bilan, kechining, qor kechining ketadiganligi bilan qasam qilib bo'lgandan keyin, ya'ni shu mazmunga ishorat qiladigan oyatlar bilan qasam qilib bo'lgandan keyin tarixda o'tgan eng kuchli qavmdan bizga xabar berdi. U qaysi? Ad Iram. Yani Ad qavmi. Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatda ey Muhammad eng kuchlik bo'lgan Ad qavmini Rabbingning qandoq qilganligini ko'rmadingmi? Allati lam yuxlaq misluha fil bilad. Ularning o'xshi boshqa shaharlarda yaratilmagan deydi. Ad qavmi shundoq bir kuchli qavmki, bo'yi basti igiz, hozirgi insonlarga o'xshamaydi. Va shundoqla igiz binolarni sog'an bir qavm. Iroma zatil imad. Zatil imad degani to'ruklik degan gap. Igiz to'ruklik, igiz imoratlik shundoq binolarni sog'an Ad qavmini Rabbingning qandoq qilganligini ko'rmadingmi deydi. Allah subhanahu wa ta'ala mana şu Ad qavmiga Hud alayhissalomni payg'ambar qilib avatgan. Hud alayhissalom Ad qavmini ogohlantirgan, Allohning bergan ne'matlarini eslatgan, Allohga ishonishga, yolg'iz Allohga ibodat qilishga, o'zining kuchiga ishonib cho'ngchilik qilmaslikqa, mutakabbirlik qilmaslikqa da'vat qilgan. Lekin ular nima degan? Man ashaddu minna quwwa. Bizdan kuchli birisi bormi degan. Bugungi kunimizda zolim davlatlar bo'lsin, tajovuzchi davlatlar bo'lsin, bular mendan kuchli birisi bormi deb ig'izda demagan bilan, sharkatlar bilan, qilgan zulmi bilan, haddini eshish bilan mendan kuchli birisi bormi degan bu gapni deglik. İlgirimi mana shu Ad qavmi ularga payg'ambar kelib ularni ogohlantirgan vaqtida man ashaddu minna quwwa, bizdan kuchli kim bor degan. Alloh subhanahu va taolo ularni shundoq bir jazolaganki, ularga dahshatlik bir buronni avatgan. O buron biz hayotda ko'radigan bir buronga o'xshamaydi. O intayin bir suga qattiq ovoz chiqarib chiqadigan bir buron. Bu buron ularning ustida 7 kecha 8 kunduz chiqadi. Mana shundoq dahshatlik buronning natijasida ularningki sog'an binolarning hammasi yer bilan yakson bo'ladi. Ular xuddi qumurilib ketgan xormining kütükiga o'xshash hammasi yetib qoladi. Ularning o'zlari ishongan mol-mulki bo'lsa, havoga ko'tarilib beshi bilan qo'shilib yerga ko'milib ketadi. Demak Alloh subhanahu va taolo bu oyatdagi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Ad qavmiga Rabbingning qanday qilganligini ko'mdingmi degani mana shu. Ya'ni kuchlik bo'lgan Ad qavmini Alloh subhanahu va taolo mana shunday jazolab yer bilan yakson qilib o'tgan. Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali nima demoqchi? Ma hayotda kofirlar, zolimlar, tajovuzchilar qanchalik kuchlanib ketsin, texnik jihatda, iqtisodiy jihatda qanchalik kuchlanib ketsin, ular haddidan oshadi ekan, zulmdan yanmaydi ekan, Alloh subhanahu va taologa ularni jazolash nihoyat oddiy. Alloh subhanahu va taolo ularni oddiy sabablar bilan halok qiladi. Xuddi Ad qavmini halok qilganga o'xshash. Ondan Allah subhanahu va taolo 9-oyatda va samudallazina jabus-sahra bil-vad. Shuningdek, Vodil Qurada tashlarni kesib, uylarni bino qilgan Samudni Allohning qandoq qilganligini, qandoq jazolaganligini ko'rmadingmi?
Ya'ni hozirgi Madain Salih deydigan bir yer var. Medinadan 200 kilometr yiroqlikda. Shu yerda Samud deydigan bir qavm yashagan. Bu Samud qavmi qanday kishilar edi desang, nihoyat kuchli kishilar edi. Ular odatdagi uylarni bino qilish emas, toshlarni uyab kesib uylarni silib yashagan. Bugungi kunimizda bag'allar buni ko'ralaydi. Hatto bugungi kunimizdagi binokorlar buni qarab hayron qilgan. Ana shunday cho'ng tog'larni ular uy qilib yasagan. Ular mana shunday binokorlikqa, shunday kuchiga ishonib bizga hech kimning kuchi yetmaydi degan. Alloh subhanahu va taolo ularga Solih alayhisalomni payg'ambar qilib avatgan. Solih alayhisalom o'zining payg'ambar ekanligini aytib, ularni Allohga chaqirgan vaqtida sen rost payg'ambar bo'lsang bir mo'jiza keltirib boq degan. Ya'ni bir toshning orasidan o'shadan bir tugi chiqargin degan. Solih alayhisalom Allohga duo qilgan. Alloh taolo Solih alayhisalom duosini ijobat qilib, toshning orasidan bir tugi chiqarib bergan. Shundaqla bu tuga bir kun suv ichidi, xalq bir kun suv ichidi, bu tuga cheqilmaysizlar degan shartni qo'ygan. Lekin xalq ana shunda ochiq mo'jizani ko'rgan bo'lsa-mu, mo'jizani inkor qilib tugini o'ldirgan. Bu sababli Alloh subhanahu va taolo bu qavmni qattiq ovoz bilan halok qilib o'tgan. Hammasi o'zining uylarida qetib qolgan. Ya'ni yurak yerilib, qetib qilib ana shunda halok bo'lib ketgan. Demak, zolimlar qancha kuchli bo'lsa-mu, Allohning qudrat oldida ular intayin ojiz. Ondan Alloh subhanahu va taolo 10-oyatda yana bir zolimni xabar berdi. U qaysi? Va fir'auna zil awtad. Shuningdek qurolli kuch egasi bo'lgan, askarlari bo'lgan, kishilarni jazolaydigan qo'ziqlari bo'lgan Fir'avnni Allohning qandoq jazolaganligini ko'rmadingmi deydi. Biz Fir'avn va Musa alayhisolamning qissasini ko'p so'zliq. Fir'avn eng chong podshohlarning biri. U o'zining kuchiga, qo'shiniga ishonib Bani İsrailni qul qilgan, ularga dahshatli zulmlarni sağgan. Musa alayhisolamni chiqib qolmasin deb nurg'ulg'on buvoqlarni, begunoh buvoqlarni o'ltirgan. Alloh subhanahu va taolo u Fir'avnni nem bilan jazoladi? Suv bilan g'arq qilib, qo'shinning hammasini birlikda halok qildi. Demak, Alloh subhanahu va taolo ana shunda oddiy ko'z oldimizdagi bizga hayotlik beradigan suv bilan Fir'avnni jazolab halok qildi. Demak, Alloh subhanahu va taolo zolimdan jazolash uncha kuchmaydi. Oddiy narsalar bilan Alloh subhanahu va taolo jazolab halok qildi. Allazina tagaw fil bilad. Yuqorqi zolimlarning hammasi shaharlarda, yurtlarda haddidan oshdi. Zulm qilishda, boshqalarga zulm qilishda haddidan oshdi. Fa aktharu fiha al-fasad. Ular u yerlarda buzg'unchilikni ko'p qilib edi. Fasabba alayhim robbuka sawta azab. Robbing ularning ustiga azob qamchisini yog'dirdi deydi. Ya'ni, ma hayotga qarab ba'zan vaqt umidsinib ketamiz-ku. Ma oyatlar bizning qalbimizdagi umidlikning hammani qo'murib tashlashi kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo yuqorida ot qavmiga o'xshash eng kuchli bo'lgan bir qavmni qanday halok qilganligidan bizga xabar berdi. Uningdan keyin tog'larni teshib o'y yasagan, binolarni sog'gan Samud qavmini qanday qilib halok qilganligidan xabar berdi. Uningdan keyin zo'r qo'shini bo'lgan Fir'avnni qanday halok qilganligidan xabar berdi. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo ularni halok qilgan? Allazina tagaw fil bilad. Ular haddidan oshgan. Fa aktharu fiha al-fasad. Ular buzg'unchilikni nihoyat ko'p qilgan. Fasabba alayhim robbuka sawta azab. Ondan Alloh subhanahu va taolo ularga azob qamchisini avatgan. Demak, bugun kunimizdagi zolimlarning haddidan eshi Alloh subhanahu va taolaning ularning ustiga azob qamchisini avatadiganligiga yaqinlashganligidan bir direk beradigan ochiq bir ishorat. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo ularga azob qildi demasdan azob qamchisini avatdi dedi? Chunki qamcha tuyuqsiz tegadi. Tekrar tegadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo azob qamchisini yog'dirdi deyish orqali zolimlarning ustiga kelgan azobning tuyuqsiz bo'lganligi, takrar bo'lganligini bizga xabar beradi va buningga ishorat qiladi. 14-oyatda Alloh subhanahu va taolo inna robbaka labil mirsad. Sizning Robbingiz albatta kuzatib turg'uchidir deydi. Zolimlarning qilmishlarini kuzatib turg'uchidir. U zulmlarni kuzatib turg'uchidir. U turmada kishilarni kurab turg'uchidir, kuzatib turg'uchidir. Haddidan oshgan kishilarning hammasini kuzatib turg'uchidir. Hargizmi Alloh subhanahu va taolo bizga bo'layotgan ishlardan, zolimlarning qilgan ishidan bexabar emas. Inna robbaka labil mirsad. Robbimiz bizni kuzatib turadi. U zulmlarni, u zolimlarning qilgan ishini kuzatib turadi. Allohning azobi kelgan vaqtida ularning hech qaysi qochib qutlanmaydi. Ondan Alloh subhanahu va taolo 15 va 16-oyatda fa ammal insanu idza mabtalahu robbuhu fa akramahu va na'amahu fa yaqulu robbi akraman va amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu robbi ahanan. Robbi insonni aziz qilib, hurmatli qilib sinisa, imtihon qilsa va uningga ne'mat bersa, u inson Parvardigorim meni aziz qildi deydi. Parvardigor insonning rizqini tor qilib sinisa, imtihon qilsa, u Parvardigorim meni xor qildi deydi. Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali bizlarga kuchning, boylikning, mansabning, inovatningki Alloh subhanahu va taoloning bir odamni hurmatlaganligi, yaxshi ko'rganligi yoki aziz qilganlik uchun emas, imtihon qilinganlik uchun berdiganligidan iborat bu haqiqatni bizga yuritib beradi. Biz ko'p hollarda bir odam boy bo'lsa, mansabli bo'lsa, hurmatli bo'lsa, biz uni Alloh yaxshi ko'radi ekan yoki bir hurmatli inson deb qaraymiz. Bu ma'naviyatdan uzilgan, faqat modda bilan bog'langan bir jamiyatning ko'z qarashi. Dal payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning davrida vahiy kelishdan ilgari jahiliyat jamiyatida shunda qaraydi. Kim boy bo'lsa, kim cho'ng bo'lsa, kim mansabli bo'lsa, kim mashhur bo'lsa, shu eng nochi, shu aziz inson, Alloh hurmatli qilgan inson deb qaraydi. Afsus 14 asr o'tgan bo'lsa-mu, shuncha insonlar taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, ma'naviyatdan uzilgan bo'lg'achqa bugun kunimizdami hatto bizmi kimni cho'ng bilamiz? Mansablik,
şöhretlik boy kishilarni cho'ng bilib qolamiz. Lekin bu boylik, u mansab, u shuhrat bu bir ne'mat emas. U bir imtihon. Alloh subhanahu va taolo ayet uchiq deb qo'ydi. Fa ammal insanu idza mabtalahu robbuhu. Robbi insonni sinab hurmatli qilsa, sinab mansab bersa, imtihon qilib unga shuhrat bersa, va na'amahu uni imtihon qilib ne'matlantirsa, ko'p mol dunyo bersa deb aytadi Alloh subhanahu va taolo. Demak, erishgan mol dunyo, mansab bo'lsin, shuhrat bo'lsin, u bizning haqiqiy hurmatli ekanligimizning bir isboti emas, u bir imtihon, u bir sinov. Demak, Alloh subhanahu va taolo ma oyatda vahiydan uzilgan imondan yiroq bir jamiyatningki hukmi, pozitsiyasi, ya'ni muvaffaqiyat va g'alabga qarata bo'lgan pozitsiyasini tuzitib o'tadi. G'alaba, muvaffaqiyat pul bilan o'lchanmaydi. Pul bir imtihon. Haqiqiy g'alaba faman zuhzihanin nar va udkhilal jannata faqad faz. Jannat kiralsa, andikan ma haqiqiy g'alaba bo'ladi. Pul bo'lsin, hamma narsa bo'lsin, u bir sinov, bir imtihon. Yana shuningdek rizqning tar bo'lishimi o'xshash bir imtihon. Bu hargizmi o insonni Allohning yaxshi ko'rmaganligi, tashlab o'tganligininki alomat emas. Biz bu oyat orqali mol dunyoga bo'lgan va shundaqla dunyodagi qimmat qarashlarimizga bo'lgan xato tushunchalarimizni to'g'rilashimiz kerak. Biz qaytadan bir iymon ko'zi bilan qarashni, iymon ko'zi bilan qimmatlantirishni bilishimiz kerak. Pul bergan bo'lsa, Alloh menga buni bir sinab berdi deb qarashimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo mansab bergan bo'lsa, shuhrat bergan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo meni imtihon qilyapti deb qo'rqinish bilan, ehtiyot bilan muomala qilishimiz kerakki, hargiz uningga ishonib xatolikqa tushib qolmasligimiz kerak. Agar bir inson pul olsun, ne'mat olsun, shuhrat olsun, uni ishonib qolgan vaqtida, bu Alloh meni aziz qildi, men shunday inson deb uningga ishonib qolgan vaqtida nima bo'ldi bilamsizlar? Keyingi oyatda Alloh subhanahu va taolo bir insonning qalbi moddiy ana shunday bog'lanib, berilgan ne'matni Allohning imtihoni deb qarmagan vaqtida insonda yuz beradigan ishlarni xabar berdi. Qandaq? Kalla balla tukrimunal yatim. Ish hargiz undaq emas. Sizlarning qarashinglarga o'xshamaydi. Sizlar degandek emas. Bir odamning pullari bo'lganligi Allohning yaxshi ko'rganligi emas. Bir odamning bir mansabga chiqqanligi uning Allohning yaxshi ko'rganligi emas. U bir imtihon. Agar sizlar shunda qarayolsanglar, mol dunyo, mansab, shuhrat olsun, uni Allohning bir izq qilganligi, uni mutlaq bir yaxshilik deb uning bir imtihon ekanligini unutsanglar nima bo'ladi? Kalla balla tukrimunal yatim. Haqiqat shuki, sizlar yetimni hurmat qilmaysizlar. Ya'ni qalbinglardan mehribonlik, saxiylik bu narsa ko'tarilib ketadi. Bir inson mol dunyoni sinoq deb qaragan vaqtida, imtihon deb qaragan vaqtida uning qalbida marhamat bo'ladi. Uningda saxiylik bo'ladi, mardlik bo'ladi, yaxshilik yo'llarga pul xarjlash bo'ladi. Agar unda qaramagan vaqtida yetimlarni hurmat qilmaymiz. Ya'ni ularga hech qanday bir mehribonlik qilmaymiz. Va la tahadduna ala ta'amil miskin. Bir-biringlarni miskinga oshnan berishga targ'ib qilmaysizlar deydi. Biz ana shunda pulga, molga chuqunib ketgan vaqtida, uni bir imtihon deb qaramagan vaqtimizda yetim miskinlarga tamoqni bermaymiz, boshqalarga berishnimi uni targ'ib qilmaymiz. Demak, bu bir odamningki qalbining mol dunyoga bog'langan vaqtida yuz beradigan ahvoli. Uni bir imtihon deb tunilgan vaqtida yuz beradigan ahvollari. Va ta'kuluna turas aklan lamma. Va sizlar mirosni halol harom ayirmasni ha deb yeysizlar. Demak, mol dunyo muvaffaqiyatning o'lchami bo'lgan vaqtida shu muvaffaqiyatga erishish uchun sizlar halol harom ayirmay yeysizlar miroslar bo'lsin. Nim bo'lsin, halol harom ayirmay yeysizlar. Demak, pul tepishning o'zi ham muvaffaqiyat emas. Haloldan pul tepib to'g'ri yo'lga sarf qilish mal g'alaba. Shuning uchun muvaffaqiyatga bo'lgan tushunchamizni qaytadan bir yangilaylik. Bo'lmasa, fandiga o'xshash rahimsizlik, bexillik, ochko'zlik, to'ymasdan iborat kasallar bizda paydo bo'ladi. Va tuhibbunal mala hubban jamma. Sizlar mol dunyoni to'ymaslik bilan do'st tutsizlar deydi. Demak, biz mol dunyoni, mansabni, shuhratni muvaffaqiyatning o'lchami qilib olgan vaqtimizda, uning keyini qo'llashgan vaqtimizda mol dunyoga bo'lgan to'ymaslik bizning qalbimizga kirib oladi. 10 ming bo'lsa 20 ming bo'lsa deymiz, 20 ming bo'lsa 30 ming bo'lsa deymiz, 30 ming bo'lsa 40 ming bo'lsa deb shunday ketaveramiz. Uni yaxshi yo'llarga sarf qilmaymiz, yetimlarga bermaymiz, miskinlarga sarf qilmaymiz. Demak, bu oyatlar bir insonniki moddiy dunyoga, pulga bo'lgan chuqunish bilan uning qalbida paydo bo'lgan ochko'zlik, bexillik o'xshash kasalning nihoyat muhim munosabatini bizga echib beradi. Sinoq deb qaragan odam saxiy keladi. Ammo uni bir boylik va yoki uni bir Allohning izqig'anligi deb pulga ishongan odam, pul tepishning o'zini muvaffaqiyat deb qaragan odamda ochko'zlik bo'ladi, bexillik bo'ladi. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo bizdagi bu xil ahvol davomlashsa, bu xil qimmat qarash davomlashsa, nima bo'lganligimiz, qanday oqibat qoldiganligimizni xabar berib, kalla iza dukkatil ardu dakka va jaa robbuka wal malaku saffan saffa va ji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhi yatadhakkarul insan va anna lahu zikra deydi. Sizlar bundaq qilmanglar. Sizlar mol dunyoni g'albininki oxirgi natijasi deb qaramanglar. Muvaffaqiyatning o'lchami qilib olmanglar. Ya'ni pul tepishning o'zini ham, hurmatlanishning o'zini ham, mansabga erishishning o'zini ham g'alba va utuq muvaffaqiyat deb qaramanglar. Iza dukkatil ardu dakka. Zamin orqa tarvitilgan chaqda. Ya'ni qiyomat bo'lgan vaqtida. Va jaa robbuka wal malaku saffan saffa. Robbingiz va farishtalar sap bo'lib hozir bo'lgan chaqda. Ya'ni qiyomatdagi mahshar maydoni sifatlaydi Alloh subhanahu va taolo. Va ji'a yawma idin bi
cehennem keltirilgan chaqda zolimlar, haddidan oshgan insonlar, majburiyatini turmagan insonlarning ko'rishi uchun cehennem keltirilgan chaqda shundoq bir dahshatli manzaraki bu. Yawma idi yatadakkarul inson. O kunda inson qilmishini eslaydi. Pulga ishinib qilib qilgan cho'ngchiligini eslaydi. Kuchiga ishinib qilgan haqovrlikni eslaydi. Mansibiga ishinib qilgan zulmining hammasini eslaydi. Ma dunyoda o'tkazgan bo'sh vaqt olsun, buzib chashgan pullar olsun, isrof qilgan umri olsun, har bir narsani bir eslaydi. Asli unda qilmasam bo'pti ekan. Hayot tehi endi boshlanadi ekan. Pul mol dunyo bir sinoq ekan, imtihon deb har birini eslaydi. Va anna lahu zikra. Endi eslagandan nima foydasi olsun? Hech qanday bir foydasi yo'q. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. O vaqtda inson kashki men hayot vaqtimda yaxshilarni qilib olsam bo'pti ekan deydi. Ya'ni inson 60-70 yil yashagan bo'lsa-mu, u 60-70 yil yashagan hayotini kichikgina bir vaqt, xuddi bir tushdek o'ylaydi. Hayoti dunyoni bir o'yin tomosha ekanligini shu vaqtda tunib yetadi. Qaddamtu li hayati deydi. Ma hayotim uchun. Hayotda endi boshlanadi ekan ya. Yashaydigan yerga endi keldik ekanmiz. Ma hayotim uchun bir ishlarni qilib olsam bo'pti ekan. Yaxshilarni qilib olsam bo'pti ekan deb kashki deb pushaymon qiladi. Kim foydasi bilamdi? Bo'lmaydi. Demak, ma oyat bizga ma hayot dunyoninki haqiqiy turmushimiz uchun, haqiqiy hayotimiz uchun mal zakos qiladigan o'rin ekanligidan xabar beryapti. Biz bu yerda mal zakos qilmay, mush yerda yashab olsak, mush yerda yashab o'tib ketsak, rasmiy yashaydigan yerga borgan vaqtimizda ya laytani qaddamtu li hayati. Kashki men ma hayotim uchun bir ishlarni qilib olsam bo'pti ekan deb chuqur pushaymon qilamiz. Bu sababdan Alloh subhanahu va taolo bizning pushaymon qilmasligimiz uchun biz uchraydigan, ya'ni biz g'aflat yashasak uchraydigan ishlardan xabar beryapti. Fayawma idil la yu'azzibu azabahu ahad. O kunda hech kim Alloh jazolagandek jazolanmaydi. Mahiyatda nurg'unlagan jazolar va azoblar va zulmlar var. Lekin Allah'ın cezalaşı şundaq bir adaletki tolğanki hiç kim Allah cezalagandek cezalayanmaydı. Ve la yuthiqu vathaqahu ahad. Hiç kim Allah bağlagandek bağlayanmaydı. Mahiyatda kapırlar, zalimlar bizni bağlanıp qalğan erkin emas dep ayıplaydı ya. O günde zalimlarni, haddini aşqanlarni Allah subhanahu wa taala şundaq bir bağlaydı ki hiç kim Allah'dek bağlayanmaydı. O mengülük mahrumluqnınki bağlanışı o. Ondan Allah subhanahu wa taala ya eyyatuhan nefsul mutmainne. Ey aram tapquchu can deb xitob qildi. Bu aram tapquchi can qanday can? Bu aram tapquchi can shundaq bir canki Allohning taqdiriga bosh ekkan. Mol mulkining ko'p bo'lishi bilan haqovrlik qilmagan, rizqining tar bo'lishiga sabr qila olmay bah chekmagan, o'zining taqdiriga rozi bo'lgan, Allohdan rozi bo'lgan, Allohning buyruqlariga rozi bo'lgan va shundaqla Allohning o'z haqida chiqargan bütün taqdirlardan rozi bo'lgan, xushalliqda bo'lsin, qiyinchilikda bo'lsin, boylikda bo'lsin, ne'matchilikda bo'lsin, ne'mat berilganda va yoki man'i qilinganda, ya'ni ne'mat berilmaganda bo'lsin, Allohdan rozi bo'lgan bir can bu. Mushu canga Allah subhanahu wa taala nima deydi? Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Ey aram tapquchi can, sen hayoti dunyoda mening sinoqlarimga rozi bo'lgandek, mening bergan musibatlarimga rozi bo'lgandek, mening imtihonlarimga rozi bo'lgandek, sen endi aramda xotirjam bo'l, huzur ol. Ondan Allah subhanahu wa taala irji'i ila robbiki radiyatan mardiya. Ey xotirjam bo'lguchi, aram tapquchi bo'lgan can, sen Robbingdan rozi bo'lgan holda, Robbing sendan rozi bo'lgan holda Robbingning dargohiga qaytqin. Fadkhuli fi ibadi. Sen mening alohida bandalarım qatoriga qo'shilgan dedi. Allah subhanahu wa taala bandalar qatoriga qo'shilgan demadi. Ibadi mening alohida bo'lgan payg'ambarlarga o'xshash, shahidlarga o'xshash, siddiqlarga o'xshash mana shunday xususiy bandalarimga qo'shilgan deb Allah subhanahu wa taala mana shunday taklif qildi. Oxirida vadkhuli jannati, mening jannatim kirgan dedi. Allah subhanahu wa taala bu oyatda cennet kirgan demasdan mening jannatim kirgan dedi Allah subhanahu wa taala. Allah'a nisbat bilishi buni texmi bir ulug'laydi. Texmi bir uni alohida ekanligini ko'rsatdi. Xuddi bu mening o'z uyimga kirgan, o'z qasrimga kirgan deganga o'xshaydi. Ya'ni Allah subhanahu wa taala mana shunday hayoti dunyoda Allohdan rozi bo'lgan, berilgan ne'matlar qarta to'g'ri pozitsiya tutgan, uning imtihoni ekanligini unutmagan, Allohningki uning qarta chiqargan bütün taqdirlardan rozi bo'lgan, beshiga kelgan musibatlardan rozi bo'lgan, rizqi tarqalib qolgan bo'lsa rozi bo'lgan, haromga tushmagan, takabburlik qilmagan, Allah subhanahu wa taala unga ne'mat bergan bo'lsa haqovrlik qilmagan, cho'ngchilik qilmagan, uni bir ekanligini bilib yetim yesilarning beshini silagan, ochlarga ochtamoq bergan mana shunday kishilarga mana shunday xitob qiladi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Ey aram tapquchi can, xotirjam bo'lguchi. Dunyoda qiynalding, dunyoda rohat yashamading, mening buyruqlarimni ijro qilaman deb rohat yashamading. Endi sen xotirjam bo'l. Endi sen huzur ol. Mening bandalarim qatoriga qo'shilgin. Sen Allohdan rozi, Alloh sendan rozi. Ya'ni sen u dunyoda chekkan qiyinchiliklarning natijasidan rozi. Robbingmo sening u qiyinchiliklarga va shundaqla ne'matlarga tutgan pozitsiyalaringdan rozi. Robbingning dargohiga qaytqin deydi. Va shundaqla o'zining alohida bandalar qatoriga qo'shadi va shundaqla o'zining jannatiga taklif qiladi. Inson uchun buningdan cho'ng bir in'om, mukofot bo'lmasi kerak.
Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni bu xil xitobga nail qilsin inshaalloh. Demak, bugungi darsimizda oldigan muhim nuqtalar: birinchisi, Allah subhanahu wa ta'ala tunji 5 oyatda bizning tafakkur qilishimiz uchun, o'yinishimiz uchun, umidlanishimiz uchun subi bilan qasam qilish orqali har bir kechining tong otadiganligi, har bir zulmning oxirlashadiganligiga ishorat qildi. Ikkinchi bo'lib bizning oldigan muhim nuqtamiz bo'lsa, Allah subhanahu wa ta'ala keyingi oyatlarda tarixlarga bizni boshlab keldi. Fir'avnning tarixiga, Samudning tarixiga, Ot qavmining tarixiga bizni boshlab kelish orqali hargiz umidsizlanmanglar. Mohiyatda hozirqidan boshqa insonlar yashaqliq, hozirqidan boshqa zolimlar yashaqliq mohiyatda ularning hammasi o'lib ketiglik. Hammasi Allohning jazosiga uchrab ketiglik. Qarab qoladigan bo'lsak, Misrga boradigan bo'lsak, buning iznalarini ko'raymiz. Ya'ni Fir'avnning iznasini ko'raymiz. Madain Solih degan shaharga boradigan bo'lsak, ibrat uchun u yerda Samud qavminingki qanday holatda halok bo'lganligi, qanday holat yashaganligini ularning iznalarini ko'raymiz. Demak, Alloh subhanahu va taolo mana shunday tarixiy voqealarga bizning nazarimizni og'dirish orqali bizning qalbimizning umidsizlik urug'ini elib tashlaydi. Va shundaqlar zolimlarga Alloh subhanahu va taolo ogohlantirish beradi. Uchinchi bo'lib bizning oldigan muhim nuqtamiz bo'lsa, ma dunyoda biz erishgan ne'matlarga to'g'ri pozitsiyada bo'lish bizni jannatga boshlaydi. Xato pozitsiyada bo'lish bizni yomon illatlarga boshlaydi, jahannamga boshlaydi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo bizga ma dunyoda pul bersin, mansab bersin, shuhrat bersin, u bir imtihon. U bir yaxshilikning ishorati emas. Shunday yomonlikning ishorati emas. Uning yomon bo'lishi va yoki yaxshi bo'lishi bizning qanday pozitsiya tutishimizga bog'liq. Shunga Alloh subhanahu va taolo mayli ilm ne'mati bergan bo'lsin, mansab ne'mati bergan bo'lsin, pul ne'mati bergan bo'lsin, bunga qarata asla hakavorlik qilishga, o'zimizga ishonib qilish qolmaydi. Allohdan tilab turib, uni to'g'ri shaklda bitirib qilishimiz kerak, to'g'ri shaklda pozitsiya tutishimiz kerak. To'rtinchidan Alloh subhanahu va taolo insonning qalbidagi rahimsizlik, ochko'zlikning sababini ko'rsatib qo'ydi. U nima ekan? Insonning mol dunyoga bog'lanib ketishi, mol dunyoga to'g'ri pozitsiya tutolmasligi, mol dunyoni bir sinoq deb qaramasligi insonni ana shunda ochko'zlikka, bexillikqa undaydi. Agar sizda bir xil ochko'zlik bo'lsa, mol dunyoga to'ymaslik bo'lib qolsa, sizda mol dunyoga bo'lgan pozitsiya to'g'ri emas ekan. Siz mol dunyoni mutlaq muvofiqini o'lchami qilyapsiz. Mol dunyoni bir imtihon deb tunamapsiz. deb o'zimizga diagnoz qo'yib o'zimizni o'ngishimiz kerak. 5-lab Alloh subhanahu va taolo bu surada qiyomat kuni har birimizningki agar g'aflat ketsak har birimizdan qilgan pushaymondan xabar berdi. Ya'ni insonning haqiqiy hayotiningki o'lgandan keyin boshlanganligidan xabar berdi. Chunki qiyomat kuni nima deb pushaymon qildik ekanmiz? Qaddamtu li hayati. Ma hayotim uchun bir ishni qilib olsam bo'pti ekan deyganmiz. Biz mana hayot deb o'ylaymiz, amaliyotda bu haqiqiy hayot emas. Haqiqiy hayot o'lgandan keyin boshlanadi. 6-lab Alloh subhanahu va taolo mush surning ruhiy bo'yicha zolimlarning kuchlikligi, mazlumlarning ojizligiga qarab umidsizlanmagan, Allohga bo'lgan iymonni yo'qotmagan. Agar Alloh subhanahu va taolo unga bir ne'mat bergan bo'lsa, hurmatlagan bo'lsa, uni bir Allohning siniqi, imtihoni deb qarab turib, uningdan o'tishga tirishgan va shundaqla mohiyatda Allohning yo'lida mangman deb beshiga turli qiyinchiliklar kelgan bo'lsa, buning qarta sabr qilgan bo'lsa, va rizqi tor bo'lib qolgan bo'lsa, buning qarta sabr qilgan bo'lsa, buning qarta isyon qilgan bo'lsa, uning oxirgi natijasiningki xotirjamlik makoni bo'lgan jannat bo'lganligi bilan Alloh subhanahu va taolo bu surni oxirlashtirdi. Alloh subhanahu va taolo bu surni hammamizga tushunib amal qilishni nasib qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillah.